Bu buqani bersa 1,5 tonna. Ha, buniki bo'ladigan bo'lsa 500 kg ham chiqmaydi. Lekin ikkalasini ham yoshi bir xil. Buning sababi nimada? Ushbu xo'jalikka shu ikkala buqa roppa-rosa 5 oy oldin olib kelingan. Ikkalasi bir xil ratsionda, bir xil vaqtda, bir xil ovqatlantiriladi. Lekin bunisining vesi 1,5 tonna, bunisiniki esa 500 kg atrofida chiqadi. Bunday natijaga qanday qilib erishilgani qiziq bo'lsa, video davomida hozir ko'rsatib o'taman. Ushbu buqani xuddi shu holatga kelish uchun ozuqaning o'zi yetarli bo'lmaydi. Qo'shimchasiga Satson Plus, Aston Plus B12 dan 10 kun oralatib 4 marta ukol qilingan. Ukol qilinish tartibi esa 10 kunda 1 marta 20 ml dan muskul orasiga inyeksiya qilinadi. Va qo'shimchasiga bitkani hamda pashshalardan himoya qilish uchun dermatit kapliyadan 20 kunda 1 marta teri ustidan tomizilib turiladi. Bu ukolni teri osti yoki muskul orasiga bemalol qo'llasangiz bo'ladi. Bu videoni xuddi mana shunday molni semirtira olmayotgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.